Tungi yog'du hikoyasi. Muallif Nafisa Malikova. Ikkinchi qism. Eshik oldida qo'lida bitta paket bilan Javohir turardi. Modomiki men uyimda yasharkansan, dedi men tomonga sovuqqon qadam tashlab. Birinchi qoida, meni doim xo'jayin deb chaqirasan, Javohir deb emas. Ikkinchi qoida, hech qachon ustimdan kulma va menga gap qaytarma, chunki men erkak kishiman, dedi menga yaqin kelib. Oho, qoidalar ajoyib-ku. Javohir, to'g'rirog'i xo'jayin, siz ham meni tungi kapalak deya atashni bas qiling, dedim xo'mrayib. U jilmaydi. Xo'p, tungi kapalak, buni kiyib ol, degancha qo'limga paketni tutqazib, xonadan chiqib ketdi. Yaramas, ablah, xudbin. Paketni yerga otdim. Ichidan qandaydir ko'ylak chiqdi. Olib qarasam, bironta yopiq joyi yo'q. To'r, nima bu? Nima? Jahl bilan yirtib tashladim. Meni kim deb o'ylayapti? Tinchlan, sen uni uydasan. Qilgan qilg'ichi. Qornim ochqay boshladi. Har doimgidek ochlik muammosi. Qonim kamligiga ovqatni darrov yemasam, qo'lim titrab, boshim aylanardi. Qo'llarim qaltiray boshladi. Uzun Javohirni ko'ylagida sekin pastga tushdim. Kiyim ho'ligiga etim junjikdi. Oshxonani topib muzlatgichni ochdim. Qoyil, yo'q narsani o'zi yo'q. Ayniqsa kola. Sipqora boshladim. Senga bergan kiyimimni nega kiymading? Ortimdan Javohirning ovozi eshitildi. Ishtahamni ham beliga tepdi. Axir, u kiyinmas-ku, dedim ortimga qarab. U ochiqchasiga kuldi. Senga shunaqa yoqadi deb o'ylagandim. Ko'zim yoshlandi. Ortiq u bilan tortishish niyatim yo'q. Indamay xonamga qarab chopdim. Yotog'imga cho'zilib yig'lay boshladim. Yaxshisi ketaman. Mayli, boshqa ilojini toparman. Allohim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Barcha sinovingga roziman. Ko'z yoshlarim yuzimni ho'l qildi. Shu ko'yi uxlab qolibman. Ertalab eshikni ohista taqillashdan uyg'onib ketdim. Buni kiyib pastga tusharkansan, xo'jayin kutyapti, dedi so'xtasi sovuq barzanga. Qo'lida chiroyli paketni tutqizib. So'ng ketdi. Albatta xo'jayinning buyrug'i qonun-ku. Paketni ochsam, ichidan yenglari uzun, etaklari tovonga yetadigan bejirim libos chiqdi. Axir bunday ko'ylak kiyish orzuyim edi. Hijobga kirishni niyat qilgandim. 5 vaqt namozga o'tib, keyin o'rayman. Libos menga juda yarashdi, dedi chakkimas Javohirni. Qimmat libosligi sharqona naqshlardan ham ma'lum edi. Sekin pastga tushdim. Mashinada meni Javohir kutib o'tirardi. Xayrli tong, dedi menga qarab qo'yarkan. Negadir ovozi biroz yumshabdi. Rahmat, men ketmoqchiman, dedim mashinaga o'tirmay oynadan qarab. U jilmagancha, o'tir, tashlab qo'yaman, dedi. Voy bezbetey, qayoqqa borasan ham demaydi-ya, o'tirgim kelmadi. O'zim yetib olaman, dedim jahl bilan. Fara, deya barzangiga baqirdi. Uni o'tqiz. Fara degani meni majburlab mashinaga tiqdi. Ro'za tutdingmi? Dedi menga qarab. Ha, sharofatingiz bilan hech narsa yemay tutdim, dedim. Ketaman-ku, nima qiladi so'rab. Senga ro'za mumkin emas, doktor aytgan, dedi ko'z oynagini taqib. Ovqatlangani boramiz. Hech qachon, degandim, men tomonga g'azab bilan qaradi. Men bilan o'ynashma. G'irt telbaga yo'liqdim shekilli. Albatta Shahlo, qilgan gunohingga yarasha jazo olasan-da. Javohir bilan restoranga kirsak, telefonni jiringladi. U meni majburlab bilagimdan ushlab turardi. Allo? Kim? Men unaqa qarindoshim yo'q. Kutib tursin, 1 soatlarda boraman. U meni ovqatlanishga majbur qildi. Men uyga tashlab qo'yarkan, shu yerda yashashing mumkin dedi. So'ng ishiga ketdi. Qiziq, telefon qilgan kim bo'ldi? Bu yigitning fe'liga hech ham tushunmadim. Uyga kirib, dars uchun tayyorlana boshladim. Ancha payt o'tib Javohir telefon qildi. Tayyor tur, olib ketaman. Qayoqqa? Yo'q, javob bermay o'chirdi. Nima bo'ldi yana? Apil-tapil kiyinib chiqdim. Darvoza yoniga Javohirning tundek qora mashinasi to'xtadi. Qayoqqa? Dedim mashinaga o'tirib. Amaking, u seni olib ketadi, dedi sovuq ohangda. Etim jimirlab ketdi. Yo'q, Javohir aka, iltimos, men unga bermay. U juda ham yaxshi inson ekan, sen esa aksi, dedi ishonqiramay. Shantaj qilganingni hisobga olsak, amaking ta'riflagandek qilsan. U ablah, tushunyapsizmi? Dedim ko'zim yoshlanib.
Amakimni menga tajovuz qilmoqchi bo'lgani yodimga tushib. Menga farqi yo'q, u seni uylaringda kutyapti. Seni tashlab qo'yaman, dedi beparvolarcha. Eshikni ochmoqchi edim, qulflab qo'yibdi. Och, hammang bir ko'rsan, deya oynaga urdim. Jim o'tir, uyog'ingni amaking bilan kelishib olasan, dedi menga jahl bilan qarab qo'yarkan. Yo'q, u iblis amakimni aniq o'ldiraman, ont ichaman. Meni eski uyda darvozaga suyangancha amakim kutib turardi. Bizni ko'rib jilmaydi. 50 ni qoralab qo'ysa ham hali aqli kirmagan bu insonni ko'rib jirkanib ketdim. Tush, dedi Javohir men tomonni ochib. Ko'zlariga iltijo bilan qaradim. Yo'q, meni bermang. U gapimni eshitmagandek sovuqqonlik bilan meni tushirdi. Qo'limni amakim ushladi. Katta rahmat Javohirbek, tushungan inson ekansiz, dedi amakim hiringlab. Qo'lini siltadim, ammo qo'yib yubormadi. So'ng orqamga pichoqcha tiradi. Amakingni yaxshi ko'rasan-ku, Shahlom, dedi Javohirga jilmayib. Javohir menga qarab qo'ygancha, boshqa yo'limdan chiqma, deya mashinasiga o'tirib ketdi. Indamay men bilan yur, dedi amakim u ketgach tishlanib. Xudo olsin sizni, dedim alam bilan ko'zim yoshlanib. Amakim jahl bilan pichoqchani sal botirdi. Tanam zirqiradi. Ovozingni o'chir, endi senga Xudoying ham yordam bera olmaydi, dedi g'azab bilan. So'ng uyga sudrab kirib ketdi. Kinoyimni qayoqqadir jo'natib yuborgan ko'rinadi. Uyda hech kim yo'q. U meni siltab xonaga otdi. Bugun hech qayoqqa qocha olmaysan, Shahlom. Nima, ichganmisiz? Dedim ikki yuzi qip-qizil amakimga tikilib. U xunuk irshaydi. Bilasan-ku, birinchi seni, keyin aroqni yaxshi ko'raman, dedi eshikni qulflab. Qarshilik uchun birorta jism qidira boshladim. Bu telba amakimni o'ldirib qutulaman faqat. Allohim, o'zing kechir. Pok nomusimni bunday bedinlarga tutqizib qo'yma. Yetchin, deya baqirdi. Hech qachon, dedim burchakka tiqilib. U kuch bilan meni yechintirishga urindi. Shu payt eshikka kimdir kuch bilan tepdi. Amakim cho'chib ketdi. Zarba bir necha marotaba takrorlanib, eshik ochilib ketdi. Eshik oldida g'azab bilan Javohir turardi. Javohirbek, amakim uni ko'rib tipirchilab qoldi. Kutmaganmiding? Deya sovuq jilmaydi. Men duduqlandi amakim, Javohirni g'azab to'la nigohlariga dosh bera olmay. Soat, dedi g'azab bilan. Ko'zim amakimni qo'lidagi qimmatbaho soatga tushdi. Axir bu soat Javohirniki edi. Soatda, deya amakim soatni yechib qaradi. Mitti videokamera bor, dedi sovuq ohangda. So'ng kelib amakimga bir musht tushirdi. Amakim qattiq zarbdan yerga yiqildi. Fara, deya baqirdi Javohir. Ichkariga sovuq Fara yugurib keldi. Uni hoziroq dalil bilan militsiyaga topshir, dedi amakimga nafrat bilan qaragancha. Men tomoshabindek jim o'tirardim. U chiqib ketayotib men tomonga qaradi. Men bilan ketasanmi yoki shu yer yoqib qoldimi? Dedi sovuq jilmayib. Ahmoq, yaxshi gapirishni ham bilmaydi. Nima bo'lganda ham u kelmaganda ahvolim nima kechardi? Allohim o'zingga shukr, nomusimni saqlab qolding. O'rnimdan turgancha uni yoniga bordim. Rahmat. U yirtilgan kiyimimga qarab yana ko'ylagini yechib ustimga tashlab qo'ydi. Qimmat ko'ylakka qarab o'tgan safargi gapi esimga tushib kuldim. U ham esladi shekilli, jilmagancha tez-tez yurib mashinasiga o'tirdi. Ko'zim bizga nafrat bilan tikilgancha Farani qo'lida ketayotgan amakimga tushdi. Mashinaga o'tirdim. U ortiga qaramasdan mashinani haydadi. Mashinani odam gavjum joyga burdi. Qara, dedi yon tomonga ishora qilib. Yon tomonda bir ayol issiqda pirashka sotayotgandi. Shu ayol ham oson pul topish yo'liga o'tsa bo'lardi. Lekin u farzandlarini halol luqma yeyishini xohlab, ertaga Alloh oldida borganda uyalib qolmaslik uchun kun tig'iga qaramay halol pul topyapti. Ayrim ayollar uchun nomus o'limdan ustun turadi, dedi mashina oynachasidan qop-qora ko'zlarini menga qadab. Qilgan ishimdan pushaymon bo'ldim. Men ham ojiz insonlar kabi ilojsizlikni bahona qildim. Oson yo'l qidirdim. U mashinadan tushib pirashka sotayotgan ayolning yoniga bordi. Birdaniga 40 ta pirashka oldi. Jilmaydim. Bilaman, u bunaqa taom yemaydi. Ustida bitta oq mayka, atrofdagilar hayron qarab qo'yapti. Qaynoq pirashkilar bilan mashinaga o'tirdi. Yeysanmi? Dedi jilmayib.
Kulgimni ortiq ushlab tura olmadim. Nega kulasan? Dedi hayron bo'lib. Shuncha pirajkini kim yeydi endi? Dedim qo'liga qarab. Men, dedi yoqimli jilmayib. Bu yigitni tushunish uchun umrim yetmasa kerak. Mashinani haydadi. Pirajki chindan mazali edi. Halol ishning taomi ham totli bo'lur. Bo'g'zimga yig'i tiqildi. U meni ko'zimni ochgandi. U oynachadan menga qarab qo'ydi. Ko'zlarimni olib qochdim. U ancha yurgach mashinani to'xtatdi. Maydonda juda ko'p bolalar futbol o'ynashardi. Sheroz, dedi bir yoqimtoy bolani chorlab. Bolakay u tomonga chopib keldi. Javoham aka, dedi kulib. U pirajkini bolalarga tarqatdi. Keyingi safar shokolad ham olib keling, o'tgan safargidek, dedi Sheroz pirajkini mazza qilib yerkan. Bolalarga qarab ko'zim quvnadi. O'zimni bolaligim esga tushib ketdi. Senga onang bergan tarbiya shumidi, Shahlo? Otang bergan tarbiya shumi? Kimga aylanib qoldim? Javohir bolalarni juda yaxshi ko'rarkan. Ancha qolib ketdi. Mashinaga o'tirgach, rahmat, dedim. U hayron bo'ldi. Nimaga? Hammasi uchun. U bilan uyga keldik. Javohirbek mashinani ko'rgan Dilorom opa chopib chiqdi. Ko'zim yonida turgan qimmatbaho chet el mashinasiga tushdi. Tinchlikmi? Dedi Javohir. So'ng mashinani ko'rib xursand bo'lib ketdi. Meni Munavvar sultonim kelibdilar-da, dedi ichkariga shoshib. Kim? Dedim mashinadan tushib Dilorom opaga qararkanman. Munavvar xonim va Usmonbek keldilar haj safaridan, dedi Dilorom opa jilmayib. Bu ahvolda kirma qizim, dedi Dilorom opa meni qo'limdan ushlab, oshxona tomonga olib o'tmoqchi edi. Ko'zim hovlida kibor va oppoq kiyimda menga hayron qarab turgan xonimga tushdi. Assalomu alaykum, dedim uyalib. Dilorom, dedi ayol qat'iy ovozda. Men bilan yur. Menimcha u Javohirning onasi. Vajohatidan ham ma'lum. Dilorom opa chopib ketdi. Demak, anchagina vajohatli. Oshxonaga o'tib kuta boshladim. Uyga kirishga istihola qilardim. U kim? Javohirbek, dedi Munavvar xonimning qoshlari chimirilib. Javohir onasi kim haqida so'rayotganini bilib, ha, umi, yangi xizmatchi. Nega unda sizni ko'ylagingizni yopib olgan ustiga? Sizga bergan tarbiyamiz esingizdadir, o'g'lim, dedi Munavvar sulton qoshlari chimirilib. O'zimni qirollicha onam, nega kelishlaringizni aytmadingiz? Dedi Javohir jilmayib onasini qucharkan. O'g'li xonasiga kirib ketgach, Munavvar sulton Fediga qo'ng'iroq qildi. Shu bola hech yoqmaydi. Bu qiz ham menga yoqmayapti, dedi pichirlab. Allo Farhod. Yaxshimas, Javohir ilashtirib kelgan qiz kim? Oshxonaga bir payt Farah qo'lida paketlar bilan kirib keldi. Xonim, bu sizga xo'jayindan, dedi paketlarni stolga qo'yib. Xonim dedimi? Ajoyib eshitilarkan. U chiqib ketgach, paketlarni ochdim. Bejirim liboslar va ro'mol, jilmaydim. Dedi chakkimas Javohirni. Panaroq joyga o'tib kiyinib oldim. Shahlo, seni Munavvar xonim chaqiryapti, dedi Dilorom opa oshxonaga kirib. Qo'rqa-pissa uyga kirdim. Oppoq hijob o'ragan yuzda hali yoshlik nuqsi ketmagan Munavvar xonim menga sirli jilmaydi. O'tir qizim. Sekin divanga o'tirdim. Yangi xizmatchi ekansan, dedi menga boshdan oyoq tikilib. Menimcha qimmat ko'ylak kiyib olganimga hayron bo'ldi. Qoidalarni aytgandir Dilorom. Xizmatchilar doim haddini bilishi zarur, dedi chiroyli qoshlarini chimirilib. Nimani nazarda tutganini tushundim. Javohirni nima qilaman, tavba. Xo'p, dedim indamay. Borishing mumkin. Ha, aytgancha Javohirni uchrashuvga chiqish uchun kerak bo'lgan kiyimlarni dazmollab qo'y, dedi bepisand qarab. Alloh mol dunyo ato etarkan bandani sinaydi. Bu boylikdan inson nochorlarga yordam beradimi yoki ularni boyligi dastidan oyoq osti qiladimi? Menimcha Munavvar xonimni ham boylik shu darajaga solgan. Xo'p, deya o'rnimdan turib tepaga yo'naldim. Uchrashuv dedimi? Demak, Javohir uchun qiz topilgan. Kim bo'lsa ham Javohir uni baxtli qilishiga ishonchim komil. Nega bugun o'ychansan? Dedi Shirin menga qarab qo'yarkan. Repetitorda topgan yaqin dugonam shu qiz bo'ldi. Shunchaki o'zim xo'rsindim. Shiringa mazza, boy, chiroyli, faqat vijdonli qiz bo'lgani uchun o'z bilimim bilan kiraman deb qat'iy oyoq tirab turib olgan. 5 vaqt namozni kanda qilmaydi.
Buni qara, Jazir shahzodasi ham O'zbekistonda ekan, dedi telefonni menga tutib. Ekranda oppoq qora libosida bir yigit jilmayib turardi. Yigit ko'zimga tanish ko'rindi, ammo eslolmadim. Chiroyli yigit ekan, dedim ko'zlarimni olib qochib. Meni ham uydagilar uzatamiz deyishyapti, o'zimizga o'xshagan oilaga, dedi xo'rsinib. Bir oy davomida Javohir Munavvar xonim ko'rsatgan nomzodlarni rad etib keldi. Uni deyarli ko'rmasdim. Ishga ketar-kelar, uchrashuvlardan esa faqat yo'q deb qaytib kelardi. Uni topgan bahonalarga esa kulgim qisardi. Munavvar xonim esa meni har ishimda ayb topib, Javohirga yomonlardi. Lekin u baribir meni ishdan bo'shatmadi. Darsim uchun pul berishni ham unutmasdi. Javohirbek, dedi Munavvar xonim ishga ketayotgan Javohirni to'xtatib. Sulton xonim, uchrashuv bo'lsa kerakmas, dedi jilmayib. Bugun uchrashing o'g'lim, juda ham yaxshi qiz, dedi Munavvar xonim. Oxirgi marta, boshqa meni majburlamaysiz, dedi Javohir qovog'i uyilib. Munavvar xonim mamnun jilmaydi va menga qarab, choy olib kel, dedi mensimagan ohangda. Shahlom, yura qol. Qo'yi, nima qilaman men uchrashuvda? Dedim tinmay meni majburlayotgan Shiringa qarab. Bir o'zim uyalaman, sen dalda bo'lib turasan-da, dedi zorlanib. Yo'q, dedim qat'iy. Iltimos, iltimos, dedi yig'lamsirab. O bu Shirin, u yigitni ko'rganmisan o'zi? Ha, kecha rasmini ko'rdim, judayam kelishgan yigit, dedi jilmayib. Ketdikmi? Mayli, dedim zo'rg'a. Bir kam uchrashuvda qorovullik qilishim qoluvdi. Hashamatli restoranga kirdik. Aytilgan stol tomon yurdik. Ne ko'z bilan ko'rayki, u yerda Javohir xayol surgancha o'tirardi. Rasmdagidan ham ko'rkam ekan, dedi Shirin entikib. Tavba, shu o'qiyman degan dugonammi? Javohir bizga ko'zi tushib, menga hayron qarab qoldi. Assalomu alaykum, dedi Shirin salom berib joylasharkan. Yaxshimisizlar? Dedi Javohir menga qarab qo'yarkan. Nima buyurasiz? Dedi ofitsiant yonimizga kelib. Kola. Javohir ikkimiz birdan aytdik. U jilmaydi. Xonim aytganini olib keling. Shirin bizga g'alati qarab qo'ydi. Ismingiz? Dedi Javohir Shiringa qarab. Shirin, dedi dugonam uyalanqirab. Siznikichi? Dedi Javohir menga qarab. Bezbet. Hech bo'lmasa bugun asabimga tegmasa bo'lardi. Shahlo, dedim jahl bilan. Shu payt Shirinning telefoni jiringlab qoldi. Gaplashish uchun turib ketdi. Shunday qilib, repetitor deb uchrashuvlarda yuribsan, tungi kapalak xonim, dedi kulib yolg'iz qolganimizdan keyin. Stol ustida boshiga urishga tuzukroq narsa topa olmadim. Menga oddiy ovlar yoqmaydi, dedim ataylab. U jahldan qizardi. Uzr, ayam telefon qildi, dedi Shirin joyiga qaytib o'tirarkan. Shirin, telefoningni berib tur, telefon qilib olay, dedim ularni yolg'iz qoldirish uchun. Javohir g'alati qaradi. Telefonni olib uzoqroqqa turgancha gaplashmasam ham telefonni qulog'imga tutdim. Ular tarafga qarasam, Javohir mendan ko'zini uzmay qarab turardi. Endi Shirin nima deb o'ylaydi? Telefonimga SMS keldi. 1 soatdan beri kim bilan gaplashyapsan? Javohirdan. Ahmoq, sizlarni yolg'iz qoldiray deyapman. Sekin joyimga qaytdim. Ovqat olib kelishgandi. Ovqatlana boshladim. Shirin Javohirdan ko'zini uzmas, Javohir esa mendan ko'zini uzmasdi. Ularning suhbati ham qovushmadi. Javohir bizni kuzatib qo'yish uchun mashinasini olib kelishga turdi. U ketgach, Shirin menga boshqacha tikildi. Javohir akamni taniysanmi? Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.